Assalomu alaykum hammaga. Jizzax viloyati G'allaorol tumani Gulchambar qishlog'ida mana shunaqangi go'zal holatdagi to'yxonani tom qismini bitirib berganmiz. Hozir bu yerda ustalar patologiya bilan shug'ullanyapti ekan, patologiyani ilish jarayonlarini ham ko'rsatamiz inshaalloh, xudo xohlasa. Yengil va mustahkam bo'lgan ushbu konstruksiyamiz konteyner mahsulotidan tayyorlangan bo'lib, 17 metr kenglikka ega bo'lgan to'yxonamizni tagiga umuman ustun qo'yilmagan. Mabodo sizga ham bizni xizmatimiz kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, mana shunaqangi tom bo'ladimi, molxonani tomi, to'yxonani tomi, kottejlar orasini ustunsiz qilib yopish kerak bo'ladimi, nima xizmat bo'ladigan bo'lsa, biz xizmatingizga tayyormiz. Tez, ishonchli, sifatli va albatta hamyonbop usulda bitirib beramiz. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, yuk ko'taradimi, qanchagacha yuk ko'taradi degan savollar bo'lsa, endi kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyga hozir bilmadim, bir 5 tonnacha yuk ilinayotgan bo'lish ehtimoli bor. Kamiga yana mana bu o'rtalariga yana 3 ta qandil ilinadi. Qandillar ham bitta katta, ikkita kichkina ilinadi. Jami 1 tonna yuk bo'lish ehtimoli bor. Endi bularni ham misol qilib keltirib o'tyapman. Endi jamini hisoblaganda bilmadim. Bor yana 5 tonna yuk ilinishi mumkin. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak do'stlar. Mana shu obyektimizni, bu joyimizni mana shunaqangi issiqdan, sovuqdan himoya qiladigan utilitillari bilan birga qilib berganmiz. Sizdan so'raladigan narsa, biz uchun kerak bo'ladigan narsa, tunikasini olib bersangiz, tunikasini ham qotirib berish xizmati mana shu kelishuvimiz ichida bo'ladi. Sizga mana shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat, e'tiboringizga. Sizga